Siz orqaga qaytsa-yu va yana shu turmush o'rtog'ingizga turmushga chiqarmadingiz degan savolni berdim. 100% odam yo'q deb javob berdim. Kelik. Va shu yerda ularga bir fikrni aytdim. Shu fikrni siz bilan ham bo'lishiman. Biz zarracha shubha qilishimiz kerak emaski, bizning oldimizga kelgan inson bizga xos inson. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Bizga xos bo'lmagan inson bizning hayotimizga kirib kelmaydi. U kirib keldimi, u yomondir, u johildir, u xiyonatkordir. Farqi yo'q, u sizning ustozingiz. U sizga hayotda siz anglashingiz kerak bo'lgan fikrni, tushunchani anglatish uchun kelgan inson. Undan kechib siz boshqa inson bilan hayot qurdingizmi? U ketadi, lekin xuddi shu kayfiyatdagi inson keladi hayotingizga. Toki bu illatni o'zingizda isloh qilmaguningizcha. Bizning atrofimizdagi insonlar, ayniqsa bizning yaqinlarimiz bu bizning ko'zgumiz.